neft, energetika, gaz musulmon mamlakatlarining qo'lida desak ham bo'ladi, asosiysi. Lekin shundoq bo'lsa ham nega dunyoning eng peshqadam tillarga doston bo'lgan loyiha egalari chiqmayapti? Iqtisodiyot ikkita katta jabhadan iborat. Real iqtisodiyot deymiz. Birinchisi ishlab chiqarish, ikkinchisi taqsimlash. O'rta asrlarda bizni musulmon davlatlar kuchli, qudratli bo'lgan. Eng asosiysi global iqtisodiyot deymiz-ku, global iqtisodiyotning taqsimlashi bizda bo'lgan. Ya'ni Ipak yo'li bizdan o'tgan. Mana shuni evaziga ham bizda mamlakatlar o'sha davrdan qudratli bo'lgan. Amir Temurning ham asosiy g'oyasi nima bo'lgan? U Samarqanddan chiqqan karvonni bemalol Yevropaga borishligini ta'minlash bo'lgan. Ya'ni butun global iqtisodiyotni, o'sha regiondagi iqtisodiyotni taqsimlashni qo'lga olishi bo'lgan. Distribution channel bugungi kunda, ya'ni taqsimlash kanallari agar sizni qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, bu undan yaxshi foyda, yaxshi nima qilsa bo'ladi. Demak, bugungi kunda esa sababi o'sha dengiz yo'llari ochilganligi, global iqtisodiyotdagi taqsimlash kanallari o'zgarib ketdi va har bitta mamlakat o'zi aytaylik buni nazoratga oldi. Ya'ni Ipak yo'lini ketganligi. Bu bitta, ya'ni aytaman, har bitta masalaga, muammoga bir nechta faktorlar, omillar sabab bo'lishi mumkin. Shu omillardan biri bu. Bundan boshqa masalalardan biri bu o'sha iqtisodiy, hali aytganda, inson rivojlanishi to'xtab qolganligi.